Assalomu alaykum, Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, hayvon ishqibozlari. Mana hafta kuniga seshanba 2026-yil 31-mart Andijon viloyati Sharxon Xo'jaxoldon mol bozoridan bo'ladi. Kimga qanaqa hayvon qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiraverasizlar. Kelasi bozorga xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun faqat enabola bo'g'oz hayvonlardan bo'ladi. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Jigarlar ko'ylab bolasi novvos ekan. Bordi bu. 30 million yersan unamayapti. 30 million so'm savdosi bo'layotgan bermayapti. Tog'i nechinchi bolasi bu? 30 million qilyapti ekan. Bitta tuqqan oldin ikkinchisi, ikkita tuqqan ekan, ikkinchi bolasiga 30 million so'm savdosi bo'layapti ekan. 30 million so'mga. Bermayapsizmi tog'i 30 millionga? Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Avvalo sotilib ketsin. Yo'q, sotaman. Bo'ldi. Sotamiz deyapti akalar ko'ylab. Bolasi novvos ekan, bolasining uzunliklari uzun. 30 million so'mga. Prosta narxini bilib qo'yinglar akalar. Narxini bilib qo'yinglar mana. Bolasi uzun ekan. To'g'ri, ammo charchamen. O'zim salmay qarab yozdi. Aka qo'yib bo'pti. Agar shu molni savdosi bo'lyapti ekan. Savdosini buzmadi akalar, shu mol savdosi bo'lyapti ekan. Aka bolasi berishdi aka. 34 million 200 ming berishdi. Nechinchi bolasi? To'rtta tuqqan, o'zi 5-chisi xudo xolasa, o'ziga qo'shib berasiz. Kelishgan holatda 12tasiga javob. 10tasiga sinov olish qolaverasiz. 77lik o'ti bilan 072 60 91 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Do'st aka, Vohali akadan telefon qilasizlar, bemalol. Yana bor xudo xolasa, bemalol. Yana bor akalar telefon qilaverasizlar. Aka, rahmat, charchamang. Degan mana kattasidan so'ragan akalar bormi? Kattasidan. To'g'ri necha pulga bordi bu? 28 million so'm savdosi bo'lib bermadilar. Bolasi xunajimi, novvosmi? Bolasi xunajimi, ozgina qo'sa berasizlar, to'g'ri xudo xolasa. 30 tepasida telefon qilishaversin. Aytilayotgan narx muhim narsa, dastlabkilarni ham qilib berasiz. Kelishgan holatda yani telefon qilsa dastlabkilarni qilib berasiz. Bironta mashina topinglar, xudo xolasa. Telefon qilsa dastlabkilarni qilib beragan akalar. Telefon nomeringizni ayting, to'g'ri. 88lik o'ti bilan 232 7204 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, dastlabkilarni hamma yo'g'on kelishgan holatda qilib beramiz. Ya bemalol telefon qilasizlar. Molimiz kattalar katta. Bir qaroq kilosiga chiqadi xudo xolasa. Yelim holatlardan ko'ylakida bitta ro'zg'orda bemalol. Yelim 3 tali ekan. Uchalasi ham ishlaydi, xudo xolasa. Uchalasi ham ishlaydi. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'laveradi. To'g'ri, rahmat, charchamang. Jigarlar bolasi, nechinchi bolasi to'g'ri? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi xudo xolasa. Bo'ylari 120 kilosiga chiqadi. Bo'ylari 120 kilosiga chiqadi, 4-chi bolasi. Yelim holatlardan ham ko'ylaklar. Yelim holatda kattaligi katta, yuvoshlar yuvosh, bemalol xudo xolasa. 27 million 500 ming so'm savdosi bo'lib bermayapsiz. Ozgina bo'lsa berasiz. Telefon nomeringizni ayting. Bo'lar akalar telefoni Sheridi nomeri deyapti, xudo xolasa narxini bilib qo'yinglar akalar. 27 million 500 ming so'mga bermayapti, mana ko'ringlar molimiz. Bolasi xunajincha ekan. To'g'ri, rahmat, charchamang. Jigarlar ko'ringlar, mana biri 35, biri 40 atrofiga chiqadi bo'ylari, xudo xolasa. Qo'lqon holatlardan ko'ringlar, kattalarga aka bolasini ovozi xunajinmi? Xunajinmi bolasi? Bolasi xunajin, yuvoshlari yuvosh, xudo xolasa. Necha pul qilishdi? 30 million qilib bermadingiz. Ozgina qo'sa berasiz. Aytilayotgan narx muhim emas, qo'sa beraverasiz, xudo xolasa. Telefon nomeringizni ayting aka. Telefon nomeringizni ayting. 90lik kodi bilan
408 89 68 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Aka telefon qilsa dastavkalarni qilib berasiz. Birorta mashina jo'natib olasiz. Akalar bu aka o'zi fermada ham mol ko'p deyapti. Bemalol telefon qilaverasiz ekan, xudo xolasa. Qolgan ma'lumotlarni o'zidan olasizlar. Aka rahmat, charchamang. Jigarlar bilan navbatdagi mana bolasi novoz ekan. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasiga yelim holatlardan ko'ylaklar. Kattaliklari katta. Biri 30 plyusga chiqadi, xudo xolasa bo'ylari. Yeb ichish sog'liqlari hamma yo'q garantiyasi bilan beramiz deyapsiz. Xudo xolasa aka sinab olalar. Qancha suti bor ekan, sir bo'lmasa 10 litrga olaversin aka. Necha pulga bordi aka bu? 38 million 200 ga. 38 million 200. 38 million 200 ming so'mga savdosi bo'pti. Ozgina qolsa berasiz. Xudo xolasa telefon qilishaversa, jigarlar telefon qilinglar, aytilgan narxlar muhim emas. Dastlabkilarni qilib berasiz. Kelishgan holatda bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 77lik 77lik kodi bilan 308 308 27 00 27 00. 00 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar orqa holatlarni ko'rsatay. Kattaliklari katta ekan molimiz akalar, mana orqa holatlardan ham. Kattaliklari katta akalar, bemalol telefon qilasizlar. Akalar rahmat, charchamang, ishlarga omad. Akalar ko'rlar mana nima bu yomon katta ekan mana mol akalar. Kattaliklari katta ekan mana mol. Yerim holatlardan ko'rlar, kattaliklari katta. Aka necha pul berdingiz? 43 million beryapsiz. Bermayapsiz, 43 millionga. Bolasi xunajinchi ekan, xudo xolasa. Uchinchi bolasi? Birinchi bolasimi? Birinchi bolasiga akalar 43 million so'm savdosi bo'ldi, bermayapti ekan. Chorva bo'ston. To'g'ri, avvalo sotib oling, xudo xolasa sotilmay qolsa mabodo. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? Avvalo sotib oling, xudo xolasa akalar ko'rib qo'yinglar, narxi bilan tanishib qo'yinglar, 43 million so'm beryapti ekan, bermayapti ekan. To'g'ri, rahmat, charchamang. Jigarlar navbatdagi molimizni ko'rlar. Bolasi novoz ekan, xudo xolasa. Bolasi novoz. Aka necha pul edingiz? 3000 dollar. Necha pul bo'ladi? 3000 dollar. 15 dan hisoblaysiz 45 million bo'ladi. 45 million. Jigarlar 45 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, dollarga 3000 dollar ekan. Narxi bilan tanishib bo'lib, bolasi novoz. Aka so'raganda ayvon nechinchi bolasi? Ikkinchisi ekan, bolasi uzunliklari uzun ekan, akalar ko'raman yerim holatlardan ham. 3000 dollar qilyapti ekan, akalar narxi bilan tanishib bo'lib, savdosi qilyapti ekan, akalar mana ko'ringlar bemalol. 3000 dollarga savdosi bo'lyapti ekan, akalar mana. Somonga 3000. Navbatdagi molimiz aka bolasi novoz ekan, xudo xolasa bolasi novoz akalar ko'ringlar yerim holatlari kattaliklari katta. Nechinchi bolasi tog'a bu? 3-chi bolasi. Uzunliklarini ko'rlar necha pul qilishdi? 45 million qilishdi. 55 qilishdimi? 55 million so'm qildi. Bermabdi. Ozgina qolsa berasiz, xudo xolasa, tog'a. Tog'a yana bitta gap telefon qilsa dastlabkilar kelishgan holda jo'natib olaverasiz. Mana tomosha topib, dastlabkilarni jo'natib olaveramiz deyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'yasiz, tog'a? 95lik 95lik kodi bilan 837 0575. 0575 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Tog'a yana bittaga vohali akalar telefon qilaverasizlar, bironta mashina jo'natib olaverasizlar. Xudo xolasa bemalol vohali jigarlar ham telefon qilaverasizlar ekan. Dastlabkilarni qilib beramiz deyapti. Bolasini ko'rlar, bolasi uzunliklari uzun, novoz ekan. Tog'a rahmat, charchamang. Aka sementlar bo'ladi. Sementlar ekan. Xudo xolasa akalar. Bo'ylarni ko'rlar, bo'ylari bir 40 plyusga chiqadi, xudo xolasa. Yotgani ham o'shanaqa pashti bir xil deyapti. Bo'g'ozmi bular aka? 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz ikkosi ham. Ikkosi ham 5 farq qiladi. 5-10 kun farq qoladi. O'zlari uchun tekshirib turib olsanglar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Birinchi ekan, xudo xolasa bo'za ekan bular. 1 yashar, 1 yashar 6 oy 7 oylik. Xudo xolasa bo'za ekan. Necha puldan qilishdi aka buni? 100 million berdi aka. Jupiga. Jupiga 100 million so'm savdosi bo'layotgan, bermayotgan ozgina qolsa berasiz, xudo xolasa. To'g'ri, vohali jigarlar ham telefon qilarsa, kelishgan olsa dastlab bilan jo'nataverasiz. Mashina bor, hayya. Mashina bor ekan, o'zi ham olib borib beraveraman deyapti. Akalar bemalol telefon qilaverasiz. Telefon nomeringizni ayting. 88lik 88lik kodi bilan 991 991 59 59 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Va bunaqalar ko'p shekilli menimcha. Bo'zaylari ham bor ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqalardan ko'p ekan. Jigarlar o'zim mashinamni arzon qilib dastlabkilarni qilib beraman deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka rahmat katta, charchamang.
Jigarlar ko'ylab 140 kilosiga chiqadi, xudo xolasa bo'ylari 140 kilosiga chiqadi. Assalomu alaykum. Nechta tuqqan tog'a bu? Uchinchiga bo'lgan. Ikkita tuqqan qonida uchinchisi. Nech pul qilishdi? 35 million. 35 million so'mga bermaysiz, ozgina qo'ysa berasiz, tog'a. Tog'a yana dastlabkilarni qilib berasiz. Telefon qilsam, avval kelishgan holatda dastlabkilarni qilib beramiz, deyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 93lik kodi bilan 417 37 32 raqamlariga aloqa chiqarasizlar, dasturlarni ham qilib beramiz deyapti. Akalar ko'ringlar, bemalol ko'ringlar, mana yelim holatlardan ham. Yelim holat kattaliklar katta ekan. To'g'ri, Ahmad katta, charchamang. Akalar ko'ringlar, aka nech pul beryapsiz? 31 bunusigami? Akalar 31 million so'm savdosi bo'lyapti aka. 31 million qilyapti ekan shunisiga. Shunisini ko'ringlar, mana 31 million so'mga bermayapti ekan mana. Savdosi bo'lyapti. Savdosi buzmading, navbatdagi muvofiq o'tib ketaverdik. 30 million so'm. Nech pul qilishdi? O'shaga qilyaptimi? 30 million so'm savdosi bo'lyapti. Ko'ringlar mana. Bo'ylari biri 15 plyusiga chiqadi, xudo olsa.